Ayniqsa farzandli bo'lganimizdan keyin hammamiz bir yarim tili kravatimizga sig'may qoldik. Yana nimami chiqib ketib divanda o'tarkanlar. Shunga men katta двухспальный kravat zakaz qildim. Tim bo'li yangi remont bo'lgan uyga yangi mebel chizsin dedim deya. Bu mebel do'koniga ishonchim katta. Servis va muomalaga gap yo'q. O'zlari dastavka qilib, yig'ib, chiroyli qilib ustanovka qilib berishdi. O'zi ham past zakaz 2 ga 2 qildirdim. Matrasini aytmaysizmi? Memory Family. Erim ham ko'rib, krutoy kravat bilan matras ekanmi dedilar. Ishoning, bunda yo'siz haqiqatan belingiz dam oladi deya. Kravatning tagi esa to'g'ri qovurg'ali karkasdan. Ham ochiladigan bo'lgani uchun sezonning kiyimlari ham tiqvorsa bo'ladi. Bu kачество uchun chiroyli narxda oldik. Dizaynimizga to'g'ri keladigan yangi pastellarni yoyib, o'g'limizning o'zini kravatkasiga yotqizdim. Ana endi o'zimiz ham bemalol keng kravatlarda yotamiz. To'g'risi har qaraganimda ko'zlarim ursa quvonib ketyapti. Xuddi Pinterestdagi spalniga o'xshaydi. Every